Merhaba arkadaşlar, yeni bir vlog videosuyla karşınızdayım. Başkent Aşkabat'tan herkese selamlar. Bu bölümde Aşkabat'ın en büyük parklarından birindeyim. Bağımsızlık Parkı'ndayım. Çok, bayağı devasa. Evim buraya yakın ve bu bölümde ben annemle kendi ana dilimde konuşacağım. Kendi ana dilim Özbekçe. Ama Özbekistan Özbekçesi değil. Biraz Harezm lehçesi diyeyim. Şimdi evim bu parka yakın olduğundan dolayı arkadaki bu arada Ertuğrul Gazi Mescidi. Yani bizde mescit deniliyor, camisi değil. Evim buraya yakın olduğundan dolayı annem genellikle buraya geliyor. Yani bir aydır ben de misafir. Yani benim evim onun evi tabii ki. Misafir demek diğer şey değil. Ve burayı çok sevdi çünkü böyle işte fıskiyeler şeyler, devasa bir park yani. Her akşam buraya geliyor. Hemen hemen her gün diyebilirim. Şimdi bugün evet gençler eğleniyor. Bugün şöyle bana bir sürpriz yapayım. Hani ben evdeyim. Bazen akşamları kendisi buraya çıkıyor. Ben de geliyorum arada sırada. Ve gideyim kendisiyle bir konuşayım. Zaten kendisine söyledim. Geliyorum hazır ol diye. Şimdi kamerayı çevireyim. Şu karşıda görmüş olduğunuz binalar, yani bunlar üniversite. Bayağı devasa. 2 tane üniversitemiz var burada. Cumhurbaşkanı külliyesine de yakın evimiz. Şu aradaki, şurası var ya şu. Orası Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yer. Evimizin Cumhurbaşkanı da işte burada oturuyor. Bütün olayın sorumlusu. Burada oturup dinlenmeyi, işte ne bileyim tabiatın, doğanın sessizliğini diyecektim ama işte böyle korna sesleri de var. Bunun tadını çıkarmayı seviyor. Burası bayağı devasa bir park dediğim gibi. Uydudan bile baktığınızda görünüyor. Evet. Ama video. Selamun aleyküm. Bakayız. Habersiz çek batırman, yaman görmen. Ev olsun, pastayan tayımımız o. Endi bunu siz bilen biraz sohbet ettik. Bizim zatlarım, patbeşiklerim görsünler. Yani so'raydi o bir gezeginde o'zining ana tilingda gapla bizlar ham bir eshitib ko'rik deb to'g'rimizmi? Endi men qo'limda mikrofon, sizning sesingiz biroz past kelib turibdi. Yaningizga o'tiring. Endi o'zingizdan biroz gap etsangiz, o'zingizni tanishtirsangiz, patbeshiklar ana tilimizda meraklanganlar ko'rikkani qanday bo'lar ekan? Assalomu alaykum. Mening o'g'limning obunachilari. Men shu Bahramning onasiman. Mening faxrim shu o'g'lim. Xudoga shukr. Men o'zim muallimman. Mening atam muallim bo'lgan. Bizlar umuman sulolamiz bilan muallim desak bo'ladi. Mening ayapalarim ham muallim. Shu ata kasb biz uchun bular. Şu Bahram balama da şu bilmedim mendan o'tdimi, qandaydir bir iste'dod, tug'ma talanti bor. Yaxshi o'qitadi menimcha. O'zim ham tinglayman. Saboqlarini, darslarini o'zim ham qatnashaman. Turkchani ham ba'zan o'rganyapman, ozda kamda bo'lsa da. Kommentariyalarda o'qib chiqasizmi? Ha, albatta. Buning uchun yaxshi so'zlar yozgan kommentariyalarda o'qisam juda quvonaman. Anaman axir. Ana degan balasining yutug'ini ko'rsa quvonadi. Yaxshi so'zlar yozgan insonlarning uyida hamisha tinchlik, barakat bo'lsin. Arzu niyatlarına yetsinler. Amin. Men o'zim biologman, biologiyadan muallimman. Kasbimni yaxshi ko'raman. Juda. Shu yil 43 yil. 43 yıl. 43. 43 yildan beri bir maktabda o'zim, bir maktabda ishlayman. Xudoga behisob shukr. Shu yerda qiz vaqtimda ishga boshladim. Turmushga chiqdim, 5 balam bor.
3 ulum, 2 kızım var. Menikimiz Xudaniki. Xudaga şükür. Hemmasam ali, ma'lumotli. Niçin muallimchilikni sayladınız? Kasb bu, başka bir kasb yok muydu mesela? Var. Lekin bu ata kasbi, atam biyolog idi o'zi. Biologiyadan o'qitadigan muallim adam. Men havas qildim. Ish kasb sayladim. O'zimga yog'adi. O'zim yaxshi ko'raman, shogirdlarim bor. Mana shu biologiyadan muallim shogirdlarim 5-6 ta bo'ldi shu. Ondan ko'proq bo'lsa ko'p, lekin az emas. Hammasi ham biologiyaga ixlos qo'yib o'qidilar. Hozir men bilan 4 ishlab turibdi. 4 ta muallim o'zimning shogirdlarim. Eng ulug' shogirdingiz yaningizda o'tiribdi. Ava. Ava. Ana shu boshqa ne, men bugun shu parkda o'tirib edim. Mana balam tayyorgarlik ko'ra olmadim to'g'risi. Bilganda yozib tayyorgarlik ko'rgan bo'larmidim. Bu tabiiy bo'lgani yaxshi hamma zatdan. Ava. Agar men endi o'z kasbim haqida sizlarga ma'lumot berdim. Endi boshqa narsalar qiziqsangiz, men aslim atam o'zbek, anam uyg'urka. Ava. Demak, men metistkaman. Ava. Atam o'qituvchilik qilgan umr bo'yi. Anam bo'lsa uy xozayka deymiz endi buni. Ava. Uyda farzandlar tarbiyasidan qaragan. Juda bir yaxshi inson, hammadan onasini yaxshi ko'radi. To'g'ri, lekin mening onam menga bir nima desam, ulgu bo'lib yashadi u odam. Lekin hozir ikkisam yo'q, aradan chiqqan. Endi bu Allohning amrida, Xudoning amri, nima deysan? Qani atayning oldingda sog' yuraversa. Ashxobodga qaytdim, balamning qashida bo'ldim. Ertang safarim qaridi, uyga qaytaman. Yaxshi, asosan shu park menga yoqdi. Hamisha uydan chiqib ketib shu yerda o'tiraman, balam izlab kelib topadi meni. Shu Bahram balamdan davolni desam, rozi bo'lsangiz, mamnun bo'lsangiz, men mamnunman. O'quvlarning darslarini kuzataman. Darslar juda yaxshi, o'zim ham qiziqaman. Ingliz tilini o'rganyapman. 62 yoshimdaman, lekin ingliz tilini men ham o'rganyapman. Sizlarga da omad tilayman. Neki niyatlaringiz bo'lsa, arzu niyatlaringiz bo'lsa, amalga oshsin. Til kerak, tilni o'rganish kerak. Men o'zim ham 4 til bilaman, lekin ingliz tilini o'rganmayapman. Bizda nemis tili o'tildi-da. Bizlar o'qigan o'quvchi vaqtimizda nemis tili o'tdi. Rus tilini 100% bilaman. Lekin ingliz tilini endi boshlab o'qishning ham kechi bo'lmaydi. Hozir endi men Turkmenistondaman. Ashxobod. Bizlar 5 aka uka singil. 4 bu nerede? 4tasam Turkiyada. Turkiyada. Shuning uchun Turkiya davlatiga men hamisha tinchlik tilayman. Sababi mening bolalarim Turkiyada borib, universitetlarda o'qib tugatib, shu yoqda ishlab turganlar ham bor, o'qib o'tirganlar ham bor. Turkiyada hamisha tinchlik bo'lsin. Men farzandlarim bo'lgani uchun emas, umuman yer yuzida tinchlik bo'lsin. Tinchlik bor yerda barakat, to'y, hasham bo'ladi. Shuning uchun Turkiyaga rahmat. Men deport etib bergani uchun ham rahmat. Uning uchun ham rahmat. Mening qashimda hech balam qolmaydi. 5 Turkiyada edi. Juda yomon kayfiyatga tushib qolatan edim. Hatto bittasi qashimda bo'lsa-da yaxshi bo'lar edi debda. Turkiya Bahramni yanıma yuberdi. Nasib etsa, Xudo xolasa mehmon bo'lib boramiz Bahram bilan. Inshaalloh. Lekin shu bola menga o'zimda dedim kerak shu yerga. Mana shuning qashында kelib 5 yosh, 10 yosh yashardim doğrusu. Turkiyada nasib etsa bir ziyoratim bor. Balalarimni ko'rmaga boraman. Hammangizni oilangizga tinchlik, totuvlik, og'zi birlik tilayman. Bizdan rozi bo'linglar. Balamdan rozi bo'linglar. Qo'limdan kelgancha mehnat qilib o'tir. Bu halol mehnat.
o'qituvchilik kari oson emas. O'zim o'qituvchiman, shuning uchun aytib turibman. Sizlar ham ko'plariniz o'qituvchi bo'lishingiz mumkin, bilasizlar. Shuning uchun halol mehnat. Halol mehnatini qo'llab-quvvatlaganingiz uchun sog' bo'ling. Yaxshi so'zingizda ayamaganingiz uchun sog' bo'ling. Men sizlardan roziman. Uyingizga borsam, Turkiyaga borsam to'y deb bergayman. Amin. Aytganingiz kelsin. Ana bizning ana til, ana va til bu şekilde. Bu Özbekçe, O'zbekistonning rasmiy adabiy tili shaklida emas, bizlardagi Xorazm tiline mensup. Hammamiz Türkiylarning bir qondan, bir jondan chiqqan odamlarimiz. Bu ayrımçılık yo'q. Tinchlik bo'lsin. Amin.